Assalomu alaykum. Bazar Qo'rg'on shahri Malikbay Jusuyev ko'chasi 22-uchastog'idan 6 sotik yer uchastig'i sotuvga chiqdi. Uchastikning bahosi 2 million 200 ming so'm. Kelishim yo'llari bor. So'rab bilish uchun 0775 21 21 21 nomerini chalib bilib olsangiz bo'ladi. Uchastik to'liq menen qizil kitoblari bor. Bardıq dokumentleri öz ornunda. Dağı bir sonun жаңылык, siz iki uchastkani qo'shib alam desangiz dağı 12 sotik qilib alsangiz dağı bo'ladi. Bunday ыңгайлуу баа boshqa yerda yo'q. Dağı bir jolu qaytarib o'tam. Sotigi 350 mingdan. Miqtibek Suleymanov ko'chasi, Jumabayeva Turdiqan atındagi mektep aldından o'ng жаққа burabız. Bazar Qo'rg'ondan kelib atqanda Qizilayga ketib atgan yo'ldan aldındagi mektep. O'sho mektepten o'tib ele o'ngga buriladi. Miqtibek Suleymanov ko'chasidan kesilishi Jusuyev Malikbay atındagi ko'chaga buriladi. Jusuyev Malikbay ko'chasini burib 500 metr ildiy tushgandan keyin o'ngga burilamiz. Mana bir 500 metr tushgandan keyin o'ngga burilamiz. Sol jaqdagi ikinchi uchastik.